Bu videoda men ingliz tili o'quv kurslari va ularni boshqaruvchilariga kichkina murojaat qilmoqchiman inshaalloh. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Xalqimizning ingliz tili o'rganishi va rivojlanishiga katta hissa qo'shyapsizlar. Ingliz tili o'rganish hozir mutaxassislikni oshirish, ko'proq daromad, balandroq saviya va kengroq dunyoqarashga olib boradi va ingliz tilini o'rganmagan odam yaqin kelajakda emas, hozir o'zidayoq ingliz tilini o'rganmagan odamdan qanchalik tezlikda qolib ketayotganini ko'rib turibmiz. Ingliz tili o'rganish bizani dunyoviy ishlardagi salohiyatimizni, rivojlanishimizni va saviyamizni ko'tarishda eng muhim birinchi qadamlardan biri ekan, musulmonlar ham bundan foydalanish kerak. Chunki G'azoda bo'layotgan ishlardan keyin butun ummat Isroil va uni qo'llab-quvvatlayotgan kompaniyalarni boykot qilishga tushdi. Va shundan keyin bilib oldik. Musulmonlar asosan ishlab chiqaruvchi emas, iste'mol qiluvchi xalq bo'lib qolgan ekanmiz. Alloh G'azodagi qiynalayotgan birodarlarimizga yordam bersin va zolimlarni shu dunyoni o'zida jazolasin. Xo'p, ingliz tili kurslari qanchalik muhim ishni qilishayotganligisini aytib boshlagan holda aksar, lekin hammasi emas, aksar o'quv kurslari yo'l qo'yayotgan bitta kamchilikni aytib o'tmoqchiman. Ingliz tili ustoz sifatida. Birodar, agar siz ingliz tiliga qiziqmasangiz, ingliz tili o'rganish, pedagogika va o'quv markazlarida o'qishga umuman qiziqmasangiz, bu video ham sizga qiziq bo'lmaydi va shuning uchun boshqa manfaatliroq, sizga qiziqarliroq videoni ko'rishni maslahat qilaman. Bu videoda aytiladigan fikrlar meni fikrim va meni fikrim xolos. Bemalol qo'shilmasligi mumkin, chunki bu aytadigan meni argumentlarim meni 12 yillik ingliz tilidan dars berish tajribamdan kelib chiqqan xolos. Bular fakt emas. Agar sizda kuchliroq dalil, isbot yoki izlanishlarga asoslangan argument bo'lsa, men uni eshitib chiqishdan xursand bo'laman. Bu mavzuda fikrim ochiq. Bismillah. Birinchidan, o'quv markaziga til o'rganishga kelgan odam hech qachon "Yo'q, menga 1-2 yil emas, 3-4 yil cho'zib o'rgatinglar, menga kerak emas 1-2 yil o'rganib qo'yish. Cho'zib o'rgatinglar menga" deb aytmaydi. O'zi ba'zilarga shu 1-2 yilda ingliz tilini o'rganish ham cho'zib o'rgatilgandek tuyuladi. Lekin hozirgi aksar o'quv markazlaridagi haftasiga 3 marta 1,5 soatdan ingliz tilidan dars berish sistemasi ingliz tili o'rganish jarayonini sekinlashtirishdan boshqa narsa deb o'ylamayman. Yo'q, men buni o'quv markazlari yoki onlayn kurslar atlabdan pulga o'ch bo'lib, yo'q, menda 1-2 yil emas, 3-4 yil davomida o'qisin deb shuncha payt pul to'lasin deb atlabdan qilishadi demoqchi emasman. Lekin bu yerda biznesga aloqador qaror ham ishtirok etmagan deb ham o'ylamayman. Chunki taklif talabga qarab beriladi. Ekonomikani bazasi. O'quvchi men haftasiga 3 marta o'qigim kelyapti. Har kun o'qish menga qiyin, yo'q, slishkim ko'p desa, yo'q, har kun o'qimasang, sen tez rivojlana olmaysan. Juda sekin rivojlanasan. Keyin undan ko'ra har kun o'qigin deb uni qo'rqitib, tayyor klientni boshqa o'quv markaziga berib qo'ygandan ko'ra, haftasiga 3 marta kurs qilib bergan osonroq-da. Senga shu kerakmi? Biz doktorga borganimizda ham "Yo'q, menga bu dorining mazasi yoqmadi. Menga fast food va shakar iste'mol qilib o'tadigan terapiya yozib bering" demaymiz-ku, chunki biz bilmaymiz, doktor nima desa shuni qilamiz. Bu yerda bo'lsa ingliz tili o'rgatish sferasidagi doktorlar bemorga kerak bo'lgan emas, bemor xohlayotgan dorini yozib berayotgandek tuyulib qolyapti. Aksar o'quv markazlari buni o'zligisi bilmagan holda qilishyapti. Chunki bu narsa yillab davom etib kelyapti va standart ko'rinishiga kirib bo'ldi. Haftasiga 3 marta bu norma. Ya'ni kimdir ingliz tilini o'rganishga qaror qilsa, avtomatik tarzda haftasiga 3 marta borishim kerak degan fikr keladi, har kun emas. Lekin o'quvchi talab qilayotgan narsa uni kutayotgan natijalarga olib borish uchun yetmasa-chi? O'quvchi qatdan biladi ingliz tilini qanaqa qilib o'rganish kerakligini bilmagani uchun boryapti-ku o'quv markaziga. Ha, albatta, agar siz ham menga o'xshab dars berish, pedagogika va ingliz tiliga qiziqsangiz, spacing effect haqida eshitgan bo'lasiz va eshitgan bo'lsangiz bilasiz. Bu narsa men aytayotgan narsani g'irt teskarisi to'g'ri ekanligini isbotlaydigan metod. Juda ham mashhur izlanish va xulosasi shuki, siz nimadir eslab qolmoqchi bo'lsangiz, siz u narsani qisqa muddat ichida yodlashga harakat qilishi o'rniga uzunroq muddatda bo'lib pauzalar bilan yodlasangiz, uzunroq muddat eslab qolasiz degan gapni isbotlagan izlanish. Birodar, bu izlanishlarni men o'qiganman. Va gap shundaki, bu izlanishlarning aksari ma'lumotni eslab qolish ustiga qurilgan. Lekin til ma'lumot emas-da. Til ko'nikma. Katta farqi bor. Bitta analogiya keltiraman. Yo'l qoidalarini yodlash uchun spacing effect yordam beradi. Gap yo'q, zo'r. Lekin mashina haydashni yezdiga chiqib o'rganasiz-da. Ya'ni qanchalik tez va ko'proq mashina haydasangiz, yezdiga chiqsangiz, shunchalik tezroq mashinani hayajonlanmasdan, o'ylamasdan mashinani his qilib haydashni boshlaysiz. Mashina haydashni kitobni o'qib, nimadir yodlab o'rganmaymiz-ku. Mashina haydab o'rganamiz. Chunki bu ma'lumot emas, ko'nikma. Til o'rganayotganda ham yodlanadigan va o'qib o'rganiladigan joylari ko'p.
so'zli, grammatika masalan. Lekin oxir oqibat til baribir ko'nikma, bir to'plam ma'lumot emas. Buni misolini Murphy kitobini qizil, yashil, ko'k variantlarini hammasini 100% o'rganib chiqib, lekin ingliz tilida hali ham gapira olmaydigan odamlar misolida ko'rsangiz bo'ladi. Hayron bo'lishadi. "Voy, shuncha grammatikani o'rganib chiqdim, so'zlar yodlab tashladim-ku." Ha, yodladingiz, lekin praktikachi. Qancha input qildingiz? Input qilganingizda qancha output qildingiz? Ha? Input, output nima u? Siz miyada gap tuzmasdan turib yoki boshqa tildan ingliz tiliga tarjima qilmasdan turib avtomatik tarzda xuddi men hozir o'zbek tilida gapirayotganimdek ingliz tilida gapira olasizmi? Agar hamma vaqtingizni tilni yodlash bilan o'tkazgan bo'lsangiz, yo'q, gapira olmaysiz. Buni hammasi ingliz tiliga ko'nikma emas, ma'lumotlar to'plami deb qarashdan kelib chiqadi. Yaqinda tarqalib ketdi-ku, bitta ustoz butun ingliz tili grammatikasini beginnerdan advancedgacha 1,5 soatda o'rgatib qo'ya olmayman deb chiqdi. What qo'ysanglar-chi, iltimos, ingliz tili grammatikasini 1,5 soatda. O'zbek bo'lib turib, o'zbek grammatikasini 1,5 soatda o'rganishga harakat qilib ko'ring, keyin gaplashamiz. Xo'p, ba'ziviy qoidalarni yodlab etib bera olasiz 1,5 soat ichida. O'zi uni ham iloji yo'q, lekin sharlatib etib berdingiz deylu, bundan hech qanaqa qiymat olib bo'lmaydi-da. I mean, what's the linguistic value here? Maqsad o'quvchi nimadir o'rganib o'shani hayotda ishlata olish emasmidi? Shuning uchun eslab qoling, til bu ko'nikma. Ko'nikmani qanchalik tez-tez qaytarsangiz va unga tez-tez qayta ursangiz, shunchalik tez va sifatli rivojlanadi. Haftasiga 3 marta 1,5 soatdan emas. Emasanga real hayotdan kes keltirib beraman. Mani o'quvchim 1-2 yilda zo'r gapira olgan, haftasiga 3 marta dars bo'lgan, har kuni emas. Nima deya olasan? Birinchidan aytaman, Allohumma barik. Zo'r. Ikkinchidan, men sizga aytaymi, qanaqa qilib o'sha o'quvchi bunaqa 1-2 yil ichida haftasiga 3 marta borib zo'r o'rganib olganini. Chunki u o'quvchi haftasiga 4,5 soat darsga o'zini cheklamagan. Darsdan oldin ham, darsdan keyin ham, dars bo'lmaydigan kunlar ham mashqlar qilgan, rosa ko'p listening qilgan va har kuni shug'ullangan. Bu narsa shunchaki men aytayotgan narsani isbotlaydi. Va siz o'qituvchi bo'lsangiz juda ham yaxshi bilasiz. 10 dan 1 yoki hozir Instagram va TikTok chiqib ketgandan keyin o'quvchilarning miyasi chirib, e'tibor doirasi torayib ketganini hisobga olsak, 20 dan 1 o'quvchi shunaqa bo'lsa kerak Alloh alam. Qolgan 19 ta o'quvchi nima bo'ladi? Ha, biznes jihatdan bu narsa oson emas, ya'ni odamlarga haftasiga 3 marta 1,5 soatdan dars qilish bu yaxshi yoki norma emas ekanligini ommaviy tarzda ularga ishontirish va fikrni o'zgartirish. Lekin siz o'z biznesingizni pul emas, rostakasm qiymat ustiga qurayotganingizni mana shu haqda ko'rsatasizda. Va to'g'ri yetarli qilingan marketing qadamlar bilan siz real strategiya va natijalar ustiga qurilgan kuchli brend qursangiz bo'ladi. Bu bilan siz ham reputatsiyangizni oshirasiz va realni zo'r o'qiydigan sifatli o'quvchilarni atrofingizga yig'asiz. Bu bo'lsa, sizni eng muhim ko'rsatkichingizni osmonga otib yuboradi inshaalloh. Bu ham bo'lsa o'quvchilaringizning natijasi. Buni ishlashini men o'zimdan bilaman. Men o'zim ham ingliz tili kurslarimda har kuni dars o'taman. Kunora o'tiladigan darslarim yo'q va inshaalloh bo'lmaydi ham. Bu birinchi argument edi birodarlar. Ikkinchisi undan ham muhim, ancha muhimroq. Tasavvur qiling, siz bino quryapsiz va kotlovan, fundamentlari bitta birinchi etajni qurishni boshladingiz. Lekin qarasangiz, obyektni tezroq topshirish kerak ekan. Hozirgi tezlikda ketsangiz, vaqtida ulgurmas ekansiz. Qurilish joyiga bordingiz va quruvchilaringizdan so'radingiz. Birinchi etaj necha foiz bitdi? 70% bitdi degan javobni eshitdingiz. Bo'ldi, ikkinchi etaj boshlayveringlar. Xo'jayin, birinchi etaj hali bitmadi. Yetishmovchilar bor. Bitmagan etaj ustiga quramizmi? Ha, bosaveringlar. Bizning suroklarimiz bor. 6 oyda obyektni topshirishim shart. 2-3 oy o'tdi, yana keldingiz, so'rayapsiz. Ikkinchi etaj necha foiz bitdi? 75% cha bitib qoldi. Bo'ldi, 3 boshlayveringlar. Xo'jayin, birinchi etaj ham chala bo'lgan edi. Ikkinchi qavatda ham 4dan 1 bitmagan hali. Bunaqada bino qulab tushadi-ku. Yo'q, bunisi muhim emas. Eng muhimi biza obyektni vaqtida topshirishimiz. Shoshilib, tezroq bo'linglar o'shaning uchun. Nimaga olib borayotganimni bilasizmi? O'quv markazlarida bitta pog'onadan ikkinchisiga o'tayotganda katta test bo'ladi, bilasizlar. Shu final testda, masalan, beginnerdan elementaryga o'tyapti. Проходной ball 70-75% qilib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni o'quvchi shuncha ball yig'sa oxirgi testdan keyingi darajaga o'tkaziladi. Va mana shu eng katta xato. O'quvchining oyog'iga tayoq urishdan boshqa narsa emas. Nimaga? Chunki bola materialni 3dan 1ni bilmayapti. Qanaqa qilib keyingi darajaga o'tadi? Subhanalloh. 70% bilan keyingi darajaga o'tgan odam elementaryda tushunmaydi hech narsani, zerikib o'tiradi, qiynaladi. Keyin u darajani final testida 65% oladi. Проходной ballga yetmay qoldi-yu. Endi nima qilamiz? Yiqitsa, xafa bo'lib boshqa o'quv markaziga ketib qoladi. Yo'q, bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Mayli, bor. O'qituvchingdan uzr so'raganda, bo'ldi, keyingi darajada yaxshilab o'qiyman deb va'da ber. Keyingi darajaga o'tkazing deb ruxsat so'ra. Ustozi albatta ruxsat beradi.
Shunaqa qilib tirmalashib, o'rmalashib o'quvchi upper intermediate darajasigacha chiqib oladi. Lekin uni darajasi rostdan ham upper intermediate bo'ladimi? Yo'q, maksimum elementary'ni oxiri yoki pre'ni boshi bo'ladi. Lekin o'zini xursand qilib upper intermediate guruhida o'tirgan bo'ladi. Bu o'quvchi qiynalmaydimi, zerikmaydimi? Albatta shundan keyin o'quvchi ingliz tili menga emas ekanda deb o'ylab qoladi. Albatta qiziqish tushib ketadi. Ingliz tili ilmi teshik bo'lib yotgandan keyin qanaqa qiynalmasin? Nimaga проходной ball ko'tarib qo'yilmaydi? Nimaga 95-98% qilib qo'yilmaydi? Chunki agar o'quvchi keyingi darajaga o'ta olmasa, katta ehtimol bilan bu narsani o'quv markazidan ayblaydi va xafa bo'lib boshqa o'quv markaziga ketib qoladi. Bu haqida boya gaplashdik. Bu biznesga umuman to'g'ri kelmaydi va bunda o'quvchilarning o'zining ham aybi bor. Men o'zim offline dars berib yurgan paytimda aytardim, "Sen bu darajaga to'g'ri kelmaysan, boshqatdan o'qigan, keyin menga o'zing rahmat deysan" deganimda, "Yo'q, men tezroq upper intermediate ga chiqishim kerak" derdi. Ya'ni maqsad ingliz tilini kuchli fundament qilib sifatli zo'r o'rganib olish emas. Man upper intermediate da yoki IELTS da o'qiyapman degan status. Hatto ota-onalar ham meni o'g'limni tezroq mana shu darajaga chiqarib bering, imtihondan o'tkazib yuboring deb kelishardi, subhanalloh. Men sizga ingliz tili ustoz sifatida deman. Ingliz tilini o'rganayotganda darajangiz qanchalik katta bo'lsa, sizga ingliz tilini o'rganish shunchalik qiyinlashib borish kerak, qiyinlashib borish bu norma degan gap yo'q. Bir xil bo'ladi. Beginnerda qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa yoki undan ham oson bo'lish kerak agar undan oldingi darajalarni puxta 100% zo'r qilib bitirgan bo'lsangiz. Unaqa qiynalib, azoblanib o'qiladigan narsa emas. Ingliz tili o'qiyotgandan kayf qilish kerak. O'zi faqat ingliz tili emas, hamma narsadan. Ingliz tili o'rganayotganingizda zerikib, yuragingiz siqilib ketadigan, hech narsa tushunmaydigan darajada qiynalyapsizmi, bilingki, juda ham katta ehtimol bilan siz noto'g'ri guruhda o'tiribsiz. Albatta, ma'lum bir darajada diskomfort, qiyinchiliklar bo'ladi, chunki siz yangi narsa o'rganyapsiz, yangi ko'nikma orttiryapsiz, lekin umuman o'zlashtira olmaydigan darajada emas-da. Lekin yana o'sha muammo. Bu biznesga to'g'ri kelmaydi. Hamma o'quvchini qochirib yuboradi-ku. Ha, qo'shilaman. Biznesga bu narsa ta'sir qiladi, ayniqsa boshida. Lekin ozgina vaqt o'tishi bilan natijalar o'zini ko'rsatishni boshlaydi inshaalloh. Sizning brendingiz qattiq nazorat, baland sifat va o'quvchilarning manfaati ustiga qurilgan kuchli brend bo'lib tanilish boshlaydi. Va bu haqida o'zingiz ham media komandangiz bilan kontentli qilsanglar bo'ladi va shu orqali bu metodga boshqalar ham ergashishni boshlaydi inshaalloh. Va eng asosiysi o'quvchilar va ularning ota-onasi bu narsa aynan ular uchun qilinayotganiga ishonishadi va bu narsaga tabiiy qarashni boshlashadi inshaalloh. Bilmadim, qanaqadir video kontent qilib chiqasizmi? Masalan, biza o'quvchilarimiz sifatli ilm olishlari uchun qoidalarimizga ba'zi o'zgartirishlar kiritdik. Va shu sababdan ba'zi o'quvchilarimiz bilan xayrlashishga majbur bo'ldik. Daromadimiz tushdimi? Ha, tushdi. Lekin o'quvchilarimizning natijasi alhamdulillah juda ham balandga oshdi. Va bu biz uchun eng muhimi. Biz o'quvchilarimizning manfaatini o'zimiznikidan ustun qo'yamiz. Deb masalan brendingizni prinsiplarini ko'rsatsangiz, ham reputatsiyangiz oshadi, ham boyatganimdek o'zingizga zo'r o'quvchilarni tortasiz. Va rezultatlari bilan maqtanadigan o'quvchilaringiz soni sezilarli darajada ko'payadi inshaalloh. Siz chiroyli qizlarni yasantirib olib chiqib o'zingizga brand face qilmang. O'quv markazlari sizni brand face'ingiz sizning o'quvchilaringizning natijasi bo'lish kerak. Mana shu o'quv markazi hammani ham o'qishga o'rishmaydi. Rasul ko'p odam o'chib turadi, lekin faqatgina yaxshi o'qiydiganlarni olishadi. Yo'lda o'qish oson emas. Lekin yo'lda o'qiganlarning hammasi zo'r natija ko'rsatadi yoki haydaladi. Mana shunaqa brend sizda bo'lishini xohlamaysizmi? Ha, muvaffaqiyatli o'quv markaz egasi yoki bir nechta filial ochib qo'yib, bir nechta bizneslar ochib qo'ygan bo'lsangiz, menda bir onlayn ingliz tili ustozining gapini nimaga ham eshitishingiz kerak, to'g'rimi? Biznes haqida men nima ham bilardim? To'g'ri, biznesda siz mendan ko'proq faoliyat yuritgandirsiz va biznes administratsiya yo'nalishida Koreyada bakalavriat darajasini bitirganim ham menga qanaqadir ustunlik beradi deb hisoblamayman. Boshida aytganimdek, bu meni subyektiv fikrim. Fakt emas. Oxirida ingliz tilini o'rganayotgan va ayniqsa o'quv markazlarida o'qiyotgan birodarlarga maslahat. Agar siz haftasiga 3 marta ingliz tili darsiga borayotgan bo'lsangiz, qaysidir o'quv markazida, birinchi o'rinda o'z fikrdoshlaringizni yig'ing. Kim yana har kuni dars qilish xohlayapti? Shular bilan bitta gruppa qilib olinglar-da, administratsiyaga boringlar. Qaranglar, biz bitta gruppamiz, mana shuncha odammiz va bizga har kuni dars qilinadigan bitta gruppa qilib beringlar, iltimos, deb ayting. Agar bu o'xshamasa, yana bitta boshqa o'quv markaziga yozilib qo'ying. Yoki o'zingiz borayotgan o'quv markazidagi boshqa gruppaga yana yozilib oling va bir kun bu gruppada, bir kun bu gruppada o'qing. Yo'q, bu qimmatli qiladi desangiz, qaysidir onlayn kurs sotib oling. U ham o'xshamasa, o'zingiz har kuni shug'ullaning. Men shuni qilganman masalan. Har kuni uyishimdan tashqari o'zimga o'zim uyishib berardim va o'shani bajarardim va har kuni soatlab listeninglar qilardim. Ikkinchidan, bitta darajadan ikkinchi darajaga o'tayotganda 95-100% qilib o'tkazing.
Agar undan past bo'lsa, boshqatdan o'qing. O'zi o'qishingizni shunaqa fikrlash bilan boshlang. Bunaqa o'qisam 95, 100 dan past bo'lib qoladi, balim deb o'qing. Proxodnoy baldan o'tishi mo'ljal qilib o'qimang. Himmatingizni balandroq qiling, birodar. Xulosa shu edi, birodarlar. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, men uchun bitta duo qilib qo'ying va videoni boshqa birodarlar bilan ulashib qo'ying. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.